Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Dushanba tongi muborak bo'lsin hammamizga. Qani bizning parrandalarimiz chiqamiz. Ana bo'lmasa voydod. Oyoqlari chigal bo'lib qolgan parrandalarimiz. Ha, yana tashlash. Sehrli tilagimi bunaqa? Parranda ishqibozlari. Kalkilamiz. Chiqingizlar. Ya bismillah. Oylar. Bomni ko'p bervardim shekilli juda isrof qilardi. Shunga chekametrdan dollarni. Evet, tepti degan to'g'imiz bor edi, o'lib qopti mana kasallikda. To'g'ri ishi juda qiyin ekan, birpasda kasal bo'lib yutalib o'lib qolar ekan bular. Mana mushuklarimiz ham kelyapti. G'ag'ildoqlarni ham tushiramiz. O'zlaring choshlarimmi yo chiqaylikmi? Ba buyuramiz ekan-da. Alloh nasib qilsin. Bunaqa g'ag'ildoqlarimizni ham chiqarib oldik. Bular mana qonutlar chigal bo'lib turgan ekan. Yotib yeyapti o'rtasi. Ko'rpida shaqo. Yaxshi. Kechadan ancha ishga kirib bo'lib, bugun vaqti zo'r. Xohlasa bir hafta 10 kunda semirtirib tashlaymiz. Haftamızda işte bulduk ya. Tutulmaptı. Doğulasa tutulmaptı. Bu yaxshi natija. Boshqalarda yo'qmi tuxum? Yo'q, shu bitta o'rdagimiz tuxumga kiribdi-da. Qani ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Kuzatamiz. Buni bu alohida ovqat ko'radilar. Bu odamiz. Tuxum qo'yadigan tovuqimiz alohida o'zlari uchun. Ma, tu. Ke. Xafa bo'ldingmi? Ma, tu. Mayli. Do'stlar, bo'lmasa ishni boshladik. Hammaga xayrli kun, xayrli tong. Bugungi kunlaring barakali bo'lsin. Va xohlasa faqat ishlar oldinga yursin.